18 yoshli qiz o'z onasini o'ldiradi, lekin yillar o'tib internet uni jinoyatchi sifatida emas, go'yoki yulduz sifatida ko'ra boshlaydi. Bugun biz yana bir internetda chiroyli kriminalchi deb muhokama qilingan jinoyat haqida gaplashamiz va bu Isabella Guzman haqida. 2013-yil Kolorado shtati Aurora shahri. Isabella o'sha paytda atigi 18 yoshda edi. Tashqaridan qaraganda bu oddiy oilaviy janjalga o'xshashi mumkin edi, lekin o'sha kuni uy ichida sodir bo'lgan voqealar butun Amerikani larzaga soldi. Uning onasi Yun Mi Hoy uyga keladi. Ko'p o'tmay uy ichidan dahshatli qichqiriqlar eshitiladi. Keyin esa Isabella o'z onasiga hujum qilgani ma'lum bo'ladi. Sud hujjatlariga ko'ra, onasi yuz, bo'yin va tanasidan 79 marta pichoqlangan. Eng dahshatlisi, bu ish oddiy qotillik sifatida yakunlanmaydi. Sud jarayonida shifokorlar Isabella jiddiy ruhiy kasallikdan aziyat chekkanini aytishadi. U real hayotni boshqacha qabul qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, u o'z onasini haqiqiy onasi deb emas, Cecilia nomli boshqa bir ayol deb tasavvur qilgan. Hatto shu ayolni o'ldirish orqali dunyoni qutqaraman deb o'ylagan. Shu sababli sud uni oddiy tartibda aybdor deb topmadi. U ruhiy holati sababli aybsiz deb topildi va qamoqqa emas, ruhiy salomatlik muassasasiga yuborildi. Lekin bu hikoyaning eng dahshatli qismi keyin boshlandi. Yillar o'tib Isabella Guzmanning suddagi videosi TikTok va boshqa ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib ketdi. Odamlar uning jinoyati qanchalik dahshatli ekanligini emas, uning yuzini, qarashlarini va suddagi tabassumini muhokama qila boshladi. Ba'zilar u juda chiroyli, uni ozod qilish kerak, balki uning o'zini sababi bo'lgandir. U qamoqda yoki shifoxonada o'tirmasligi kerak degan izohlar yozishdi. Hatto uning nomiga fan klublari ochishdi. Lekin bir narsani unutmasligimiz kerak, bu voqeada haqiqiy qurbon bor. Uning onasi Yun Mi Hoy. Bu ayol hayotdan ko'z yumdi. Bir oila butunlay vayron bo'ldi va bu ish shunchaki virusli video yoki chiroyli jinoyatchi hikoyasi emas. Bu ruhiy kasallik, oilaviy muammolar, zo'ravonlik va internet romantizatsiyasining juda qorong'i aralashmasi. 2020-yilda Isabella ozodlikka chiqishni so'ragan va o'zini endi xavfli emasligini aytgan. 2021-yilda esa sud unga davlat shifoxonasidan ayrim terapiya mashg'ulotlariga chiqishga ruxsat bergan, lekin GPS nazorati bilan. Siz nima deb o'ylaysiz? Isabella Guzmanga ikkinchi imkoniyat berilishi kerakmi yoki internet jinoyatchilarni tashqi ko'rinish uchun romantizatsiya qilishni to'xtatish kerakmi?